Bir yigit zino qiladi. Hali qiz homilador bo'lib qoladi. Homiladorligini bilib qolgandan keyin hali qizni akasi izlab buni topib kelib, urib, dabdala qilib o'ldirmoqchi bo'ladi. Shunda hali yigit aytadiki, "Vallohi ma fa'altuha." Allohga qasamki, men bu ishni qilmaganman. Men seni tanimayman deydi. Tanadi. Hech qanday guvoh yo'q, hujjat yo'q, hech narsa qila olmaydi, hali yigit qaytib ketadi. Endi hali bola aytayaptiki, bir necha yil o'tgandan keyin bir kun ishdan kelsam, uyda onam yerda behush yotibdilar. Bir o'zlariga keladilar-da, yana hushlaridan ketadi. Yana bir o'zlariga keladi. Nima bo'ldi onajon desam, bitta so'zni takrorlayveradilar. Uxtuk, ya'ni singling. Nima bo'ldi singlingga desam, singling homilador bo'lib qoldi. Oila qurmagan. Qanday qilib? Qo'shnimiz falonchidan chiqdim vajohat bilan deydi, haligini o'ldiraman deb. Men bir necha yil avval bir oilaga ichgan qasamim o'zimga qaytdi. Haligi qo'shnim aytdiki, "Vallohi ma fa'altu hada." Allohga qasamki, men bu ishni qilganim yo'q. Tuhmat bu. Sening homilador bo'lgan bo'lsa, men hech narsadan xabarim yo'q. Hujjat yo'q.